Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana bugun Qiziltuv shahrida 11,5 sotixlik uy joyimiz mana 85 mingga sotuvga qo'yildi. Ko'rishinglar mumkin. Uyimiz, hovlimiz tekis joyda joylashgan. Darvozaxonasi mana yopiq. Tepalari mana tunikafon qilingan. Bu yoqda bitta zalimiz. Ko'rishinglar mumkin. 7 metrga 4 metr. Bu yoqda mana bitta gazxonamiz. Bemalol ovqat pishirib, oilaviy choy ichishga joy zo'r bo'ladi. Mana o'rtoqlar, bu yoqda uzun kirish koridorimiz, 5 ta xona, bitta ayvon qismimiz. Mana o'rtoqlar, 4 metrga 4 metr bitta xonamiz, 4 metrga 4 metr ayvon qismimiz. Xuddi shu kattalikda yana bitta mana yotoqxona qilsa bo'ladi. Bu yoqda mana 8 metrga 4 metr zalimiz. Tepalarga mana yaxshi lustralardan ilib qo'yishibdi. Televizor ilishga joylarimiz ham hammasi tayyor. Taglari laminat, patolog. Uy yashashga tayyor holatda. Mana yana bitta 4 ga 4 xonamiz. Bu xonamiz garderob uchun mo'ljallangan. Shuni ham bir ko'rsatib o'tib ketaman mana. Bemalol ichkarisiga mebel yasatib, kiyim, shaxsiy anjomlarni saqlashga xona qilib qo'ysa bo'ladi. Mana koridor qismimiz ham juda ham zo'r holatda. Ko'rishinglar mumkin. Mana uyimiz bu tomondan ko'rinishi. Bu yoqda yana 3 ta xona mavjud. Ularni xohlasanglar ishlab chiqarish bir joyiga aylantirsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar tekislab tashlashlar ham bo'ladi. Hovlimiz tep-tekis, joylashuvi zo'r joyda. Atroflarida mana tog'lar, qirlar, tog' havosi, toza havo, juda ham mazza joylar. Joyimiz 11,5 sotiq. Gaz, svet, suv, Wi-Fi hamma narsa mavjud. Atrofda maktab, bog'cha, to'yxona. Mana o'rtoqlar, suvlarning oqishini qaranglar. Ser suv joylar. Uyimiz bu tomondan ko'rinishi. Uy egalari bu yog'ini bog' qilib qo'yishgan. Har xil mevali daraxtlar bor. O'rtasida mana malinazor qilib qo'yishibdi. Uyimiz bu tomondan ko'rinishlari mana. Joyimiz juda ham zo'r, bahavo joylar. Hamma sharoitlari zo'r, katta yo'l yaqin. Shaharga qatnash ham bemalol. O'rtoqlar, bu yoqda Chorvoqdan tushib kelish, Asadbek to'yxonamiz, yonida sotiladigan uyimiz, mana bu yoq tomon Toshkent shahar. Tabiatlari juda ham chiroyli joylar. Kelib uy egalari bilan yana narxlashib olaverasizlar, xudo xolasa. Uyga narxini 85 ming so'rashyapti. 11,5 sotiqlik uyga.